tushgan surat. Nimalarga ko'nmaydi inson, yuragida yansa muhabbat. Baxtimizni so'zlaydi aman, qara jinim biz tushgan surat. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Düşündürme hiç kimge gülüm, benim üçün yanğan dilim. Bu takdirimin sınaklarıdır, Tanrı teyli bergin kulumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. Agar men bergan pullarimning orasidan shu odamning haqqi bo'lsa, bo'ldi. Men o pullarni shu petlam qaytarib beray. Onun bilan yaxshi o'tsang bo'ladi. Onun bilan paranglashib, uni tushunib, ikkingni yaxshi o'tgan bo'lsanglar, menmi xo'sh bo'lardim. Sen uning olib yursang, mening ko'nglim keldi-ki. Uning ustiga sen uni dada demisan. Men xuddi sening oldingda gunoh o'tkazib qo'ygandek bo'lib qoldi ekanman. Ma'qul. Ma'qul. Dadadi. Biroq kechashlik bo'ldik deb bak ashratni sonapa. Do'stlarimning uyiga kirsam, qapoqtirgan odatni yo'qotsin. Bo'lmas do'stlarim bizning uydan qochadigan bo'lib qoldi ekan. Qancha dedim? 60 tuman. Qachon topshirman degan-da? Tetin oldu. To'xtam yo'qmi aralarda? Voy aka. Shu to'xtam bo'lganlikdan bo'layotgan xabilar to'xtam bo'lmasa. Sot qachon ichildi-kan? Biradin ketdi. Qo'rqma, Afkan. Pul olsa jangal sho'rpa degan anlagan bo'g'ida. Mas'ud ichilgicha azroq chiqinda olsan. Bu qatim sal ansirab qoldim. Rasni desam, haqlar to'xtam tuzib qo'yib, pulni bermaganimga bak uzrab ketdi degina.
Falan gün bersen deb hükümden birini çıkarıp koysa, beğenmeyen mal yok degine. Onun üstüge, ben de hazır upunu qaytağı dek, neredeki mada deyse. Hükümni çıkargan bolsa, Afka. Ha deb o'zingni tomoshalarni qilib yuravermamsan deyman. Ben o bunda işladım dek ensirep ketmeydi. Lekin bu kıttım jürgümsel yığıp durdu aka. Hem de to'xtamlashganlarning alpozi sal yomondek turdi. Ensirma Afkan. Men sotdagi tunishlarni izlab seni qutuldirib qo'yman. Pulni baldiroq tayyorlik qilib qo'y, ha? Qara ishni men qo'yib qo'y. Ma'qulmi? Ma'qul aka. Mush kıttım bir o'g'on baldorchilik qilar aka. Menga unutib qolmayman juma. Mening o'g'il aldachilik qilganimni ko'rib boqmaganmisan? Uni o bilme aka. Lekin bu kıttım sal ensirep bilan yurman olmuş işte. Ensirma Afkan. Pul bilan jo'ndaymiz har qanday ishni. Sen bilan biz yana uning do'ppisini buningga, buning do'ppisini uningga kiydirib, bagdek yashab yuraveramiz. Buldu aka. Ems aşağı demlerin izde. Mening ishimni bir to'g'rilab bir aka. Bütün chiqimlarim mendan bo'lsin. Xotirjam bo'l, Afkan. Salih akang bayadicha har qanday agri to'qay yo'l o'zligidan tuz bo'lib ketadi. Uqdingmi? Haqma. Xotirjam bo'l, ha? Buldu aka. Rahmet. Men apu qiling Adira. O'zim yo'qni qo'yibman. Ko'zim ishinib ko'rinmabdi. Menda o'tibdi ranjiman. Eldar. Endi bunda chiroyli kepingizga ishonmayman. Kızınız işkimizi kömeydiğen qandaq gözge avsızdık. Ondaq gözden tamның kamlı yaxşı. Uqdыңыз mı? Men kichik bola emas, ağzıga so'z qisasi yig'isi to'xtaydigan. Keyin-keyindan tibbiy va siz ishga oldingizki, ishtingizmi oldi pachaqdi. Lekin men keyindan bergan zarbalaringizga mushkul kelgicha chidab kelyapti. Endi taqdim qolmadi. Sizning mushkullarda Osman bilan hech qanday bir farqingiz qolmadi. Bilamsiz? Til o'ylang. Qanchalik tilsangiz qopmayman. Buni bugungi xatoligimni bilgan. To'g'ri jazolab qarayman. To'la yilgarlik qilma. Meni aldab qutulma dema. Ilhom akam vaqtida bormagan bo'lsa, Osmon yana qopqini uchib ketgan bo'lardim. Ilhom akamga sizni Osmon bilan tutishib qilishdan saqlabdi. Lekin mening yuragimga salg'ab yarangizni kimsa qaytalaydi. Men saqaydim. Undaq bo'lishini na'dan bilaydi ha bolam. Adam balası bo'lgandan keyin bir nasihat qilib qo'ysam o'zini tuzib olar deb o'ylabdim men. Asli bolamni xo'sh qildigan ishlarni qilishim kerak edi. Shunisi o'ylamagan yerlardan uni ranjitib qo'ydim dana.
Ko'nglingiz yerim qilmang Ayta apa. Hech chiqishi yo'q. Ildar sizni ayayotdi. Onun mijazi ashundoq. Birdam tili tutilib, birdam tili echilib ketadi. Onun gapini eg'ir olmang. Sizmi bizga yaxshi bo'lsin deb ko'rashdingiz. Ko'rashmasammi bo'pti ekan. Saq beshimga og'riq terib oldim, ko'mdingizmi? Bir odamni yaxshi ko'ngilni tushuna deb o'yladim. U hozir Ildar bilan akamdan o'tchilishning qo'yidili yurdi. Shunga qulqiga yaxshi gaplar kirmaydi. Sizning nasihatlaringizni yelinish deb tushunyapti. Ildarning abim degan gaplarini angladingizmi Aytanpa? Sizning gap so'zlaringizni yomon g'araz bilan burumlabdi-ku. Ildar shunga apam u mutham bilan ko'rashmagan bo'lsa, mush xapliqlarmi yo'q edi deb terkib yurdi. Mush kunda sen bir safar mijoz bo'lib ketibsan. Aytan apangdan nima chiqaranjisi? Osmon bilan ko'rishganligi uchunmi? Seningcha u g'araz qilgan bo'lsa, Aytan apam shunday qarchab bo'lmadi. Uni gapga kirgizma deyish eshakni zubonga kirgizishga uringandeklan bir ish bo'ldi-da. Undaq dema bola. Uningdimi o'ziga to'g'ri deydigan bir ideya bor. Yaxshi so'z tashni yarar degan gap bor. Ko'ngildagi muzni bir haqiqatlik suhbat bilanla ertvatkili bo'lmaydi bola. Shunga men Osmon bilan bir qitim so'zlish paqaydiga keldim. Ko'rishmadi-da. O bigodin avar bo'lsa, onun maqsadi bizni zar qaqishtish, uningdan boshqa xiyoli yo'q uni. Undaq dema bolam. Bundaq gap so'zlar ko'payib ketaversa yaxshi bo'lmaydi. Boshqalar bizning ustimizdan ba'zan gap so'zlarni tepib olsa, biz beshimizni yoshirib yuraversak, ba'zilar buni ras o'xshaydi deb qoladi bolam. Shunga so'zlashib qo'yganning ziyni yo'q. U gapini anglamaydi-da. Yaxshi niyatini tushunmaydi. Tushungan bo'lsa Aytan apamning nasihatini azroq bo'lsin anglagan bo'ladi. Oxir qanday bo'ldi? Texmadidan ochdi. Ailemizning izzat hurmati uchun azroq vaqt kuch chiqarib qo'ysak arziydi. Qarab turdi-da. Vaqt soat kelganda gapini rostga deb qolsa. Sen çatak yok demigen bolsan ben başka mal qilmamdim. Tünügün teqi. Lekin bu ağın teqi. Ablah. Xijilmiş teqi. Pul berib turadiganiga to'y qizdig'im avrildi pay. Yaxshi qutuldim ukam. Sotda javobgarning o'rindiqida o'tirgan murdaga pul qarz berib turish deganda o'nglab boqmabdikanmidingna? Shu aka. Ha, Salika. Ha, qanday bo'lgan yaxshimi aka? O ish qanday bo'lgandi? Tunishlar bilan ko'rishib baqdim aka. Voy, ma kelishmaslikni qaramamsa ukam. Ular ishkirga yig'ilib ketibdi. Va qanchalik telefon qilsam amati degna. Lekin sot qanday qilaman dedi. Qanday qilding ukam? Tapovitim yaxshi emas. Sodadan ziyon tatdim. Hozir berilgan pulim yo'q. Pul topgan vaqtida berman deysan shu ukam. Bu jazodan qutulishning eng yaxshi usuli emasmi ukam? Sot pulni qaytardiganga muhlat belgilab bas qanday qilaman aka? Ha, sotning hukmini chiqarish oson. Va to'lamni to'lamak bek tez ukam. Shunga sen sotga ash maydonni kirib qo'rqmay kiraver ukam. Ular nima desicha ma'qul deb qo'ysanglar bo'ldi. Ular bilan gap takallashma.
Ular bilan ichishmagan. Bo'lmasa, pulni ikisidan qutlamay qolsan. Agar hukm menga foydasiz bo'lib qolsa, seni tunishtiring orqali o'ngishli bo'laman aka. Bo'ladi, afkam, bo'ladi. Maqra afkam, men bir mehmondochilik qildim. Men sal turib sana bir telefon qilaychi-ma. Ma'qul aka. Qarang, mana mush bo'lsin-ti. Shunaqa yaxshi ko'rgandim, uning ustiga menga bakra mos keladi ekan-ku. Chiroyli ekan-ku, olli undaqda. Alamdo. Aka, oldingi qitim qancha degandingiz? 600 ming. 600 ming? Siz bir meni nim ko'ra qoldingiz. Ay, Irfan. Ay, Irfan. Irfan. Hey, 600 koy. 300 koyga salam berme. Men tuyuqsizla o'zimning ne kadar acizligimni hem özümden başka bir muhakkiki dostumның yo'qligini his qildim. Amaliyotda telefonimda necha yuzlagan do'stlarim bor. Unidarimda bo'lsa necha yuzlagan og'aylarim reti bilan turibdi. Ularga hojitim tushganda nim bo'ldi? Bas, Osmon, endi uyg'onmasang tugashding. Usulni istarsik? Yaxshimi, adash? Yaxshimi, adash? Ibdar bilan aplashib qolsam, unutib qolgansan bizni, ha? Ye, adash. Bo'lmoqmoq bek tez keldigina. 10 oylikcha uydan chiqamaydi ekansan. Bugun mo aytilani qiynapamning uyiga qolib qo'yib, aran-tasda chiqdim. O'zing yaxshimi, adash? Yomon emas. O'zingchi. Yaxshi jinim. Mayra, tiz bo'ling. Raptisda o'zgarish bo'lib qoldi. Sizni saqlab qoldik. Ha, ma'qul, hozir chiqay. Adash, sen o'tirib turaman, tuyutiblam kirma, ha? Ha, bo'ldi. Men bugun bika adash ishingni qilayman. Ha, xotirjam o'tirayver, ha? Ой. Нудин. Ой. Cağlanның dostları apağının polosunu yigimiz kep qaldı depdiki. Ular sel turib keldi. Kez qaponыңызны turban mavcumu. Cağlanның o'ylab qo'ying. Vallahi vay deb qo'ysangiz, vallahi xo'sh yo'l demasmi? Uning ustiga Cağlanның dostları, Cağlanның ota-onasining dostligini bek kengri desa, bolamizga yaxshi emasmi?
tüpürdüyen. Adaş, ne oldu sana? Sana artist ekanligimni unutdim. Mening eng yaqin do'stim deb yuribdilar Mayra. Ne oldu sana tuyuqsiz? Seni ota-onamdan yaqin do'stim deb biladim. Bir uçuqroq gap qilar, neymiş bo'ldi sana?